Internetda reklama qilib charchamading. Mana aytyapsizmi asalim? Meni aytyapsiz opa, men o'zimni reklama qilyapsan demoqsizda, to'g'rimi? Uyat bormi deganingizdan bildim. Men-ku blogerman. Bu yoq meni ishxonamda, ishlaydigan ish soatlarim bor, oladigan oyligim, daromadim bor. Sizni menga o'rgatayotgan vijdoningiz, imoningiz internetga kirmaslikka yetmabdi. Siz kirib faqat ayol qizlarni qarg'ab negativ yozmaysiz. Mana ikkita teshigingiz erkaklarga ham tushadi opa. Ikkalamiz bir xil gunohkormiz. Siz jannatga, men do'zaxga kirishim aniq emas opa. Sizni o'rningizda bo'lganimda-chi, undan ko'ra soqqanmi qilardim-da, o'zim ishimni qilib, juplab, g'uncha qilib o'tirgan bo'lardim. Jon opa, qo'lingizdan kelmasa alam qiladi. Sizga bitta yordam, Novobod bor. Kirasiz, menga o'xshaganlar videosini muzikalarda YouTubedan, TikTokdan, Instagramdan shunday linkini, silkasini tashlasangiz, skachat qilib beradi. O'shalarni rasmini devorga ilib, ustiga nina qadab o'tirasiz, jon opa. Undan tashqari o'rtoqlaringiz qo'shsangiz, pul ham beradi opa. Linki tepada hozir ko'rsataman. Meni profilimga kirib olasiz. Mana yerda mana ko'rsatib qo'yganman. Novobod ko'rdingizmi? Shuni ustiga bitta bosasiz asalim. Mana bosganingizda, mana menga kirasizda start bosganman. Startni kirib, bosib, do'stlarni qo'shish joyidan har bitta do'stingiz uchun 10 ming so'mdan ishlayverasiz asalim. Unaqa internetda bekor o'tirgandan ko'ra soqqana qilish kerak. Tezda kirib olinglar, qanaqa kirishni ko'rdinglar.